ipotekaga, barterga yoki-da rassrochkaga qo'l qidirib yurganlar uchun zo'r variant topib qo'ydi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarning e'tiboringizda bir sotuvdan iborat 4 ta xonali hovlimizni obzorini olib boramiz. Xonadonimizga kirib kelishdan oldin mana bu joyi o'z aslida samazahvat joyi hisoblanadi. Bu yerga bemalol mashinangizni parkovka qilib qo'yaverasiz, xohlasangiz tepasini naves bilan yopib qo'yaverar ekansiz. Endi esa xonadonga kirib boraveramiz. Xonadonga kirib kelganimizda ko'ryapmiz, 3 burchak hovliga to'g'ri kelyapmiz. Bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin? Sanuzel bor, letniy yoki hovlini hojatxonasi deymiz bu yerda. Bu yerda esa mana ko'rib turganingizdek letniy kuxnyamiz. Hali uborka qilishga uspet qilishmabdi, aybga buyurmaysizlar. Endi esa bittalar xonalar bilan tanishtirib o'taman. Xonadonga kirib kelganimizda bu yog'imizda bizani hol kutib oladi. Ko'ryapsizlar, 5,5 ga 5,5 holimiz. Endi o'zingiz uchun mana bitta sekin yoptirib qo'yishingiz mumkin. Endi esa bitta yana tanishtirib o'tamiz. Bu yoqqa o'tganimizda esa oshxonamiz bor. Oshxonamiz kattaligini, kengligini ko'ryapmiz. Bemalol рабочий momentga joylar bor. Bemalol bu yoqda ham uголокlarni qo'yib, shu yerda kuningizni, vaqtingizni o'tkazsangiz ham bo'lar ekan. Endi esa bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda esa sanuzelimiz ham kengina, zinani orqasida shundoq joylashgan. Bu yoqqa o'tganimizda esa xohlasangiz bu yerda spalniya xonasi qilib qo'yaverasiz yoki-da zal sifatida ham foydalanishingiz mumkin ekan. Shunda birinchi etajimiz o'zida bitta hol, bitta oshxona, bitta zalimiz va sanuzelimiz mavjud. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilaveramiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilayotganda qarayda bitta narsaga e'tibor beramiz. Mana zinalarga, rasvetkalarga bogati bit bilan chiqqan. Endi esa chiqaveramiz. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda esa qaranglar, spalni xonalari shu yerda joylashgan. Asosan kirib uxlash uchun mo'ljallangan xonalar hisoblanadi. Bu yoqda uzunchoq koridor. Keyin yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Uchastkamiz zo'r chiqqan. Mana shu joylari, skvoznoy sirkulyatsiyasiga e'tibor beramiz. Bu yoq tarafda ham mana oynamiz bor. Narigi tarafda ham oynamiz bor. Uyi biqinlarida ham oynasi bor-da. Mana hozir bitta ko'rib chiqasizlar. Bu yoqqa o'tganimizda bitta spalni xonamiz bor. Tayyor kirib yashashga tayyor holatda. Undan tashqari bu xonadonimiz yana bitta udobniy tarafi ham cho'pli poliz ham bor. Yana qo'shimchasiga registrlar ham o'rnatilgan xonadonda. Bu yoqda bitta xonamiz, bu yoqqa o'tganimizda ham yoki-da detskiy yoki-da spalni sifatida foydalanishingiz mumkin. Endi esa bu yoqqa o'tganimizda yana bitta kichkinagina haqiqiy detskiy xonamiz bor. Ya'ni ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda bu yoqda o'sha 3 ta xona, 2 ta spalni, bitta detskiy va qo'shimchasiga eng oxirida sanuzelimiz ham mavjud. Uyimizda umumiy narxiga keladigan bo'lsa $89,000 so'ralyapti. Qo'shimchasiga bu xonadonimiz siz ipoteka qilib olsangiz ham bo'ladi. Qo'shimchasiga agar domingiz bo'ladigan bo'lsa, sal arzonroq beraman, mayli mana shu uy meniki bo'lib qolsin desiz, barterga ham ishlayverar ekanlar. Yana qo'shimchasiga buni rassrochka sifatida ham olib qolishingiz mumkin. Ya'ni bir 89,000 deyilsa, 50,000 ni berib, qolgan ostatga pulingiz 39,000 qoladimi o'shanda, to'g'rimi? 39,000 ni 2 oy, 3 oyda bo'lib berish sharoitlarini ham yaratib bera olar ekanlar uy egalari. Shuning uchun shunaqangi vaziyatdan foydalanish uchun kanalimizga bitta like bosib, videolarimizni do'stingizga jo'natib, kommentariyaga olovchalar qo'yib qo'yish esdan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan uy topida xayr salomat.